Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi rəhbərləri Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Yerli Xalqlar Munbirining 19-cu növbətlik yig'iniga qatnashib, Uyghur masalasini kun tartibga elib kelgan. Dünya Uyghur Qurultiyidan Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin va Qurultayning sobiq raisi Uyg'ur Demokratiya va Kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysa Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatı Yerli Xalqlar Munbirining 19-cu növbətlik yig'iniga qatnashib, mazkur yig'inda Uyg'ur masalasini kun tartibga kelib, Xitoy hukumatining yo'li qo'ygan atalmış millatlar ittifoqligidan ilgari surish qonunining amaliyotda assimilyatsiya va qirg'inchilikni qonunlashtirishni maqsad qilgan assimilyatsiya qonuni ekanligini o'tirib qo'yib, xalqaro jamiyatni Uyg'ur masalasi va Xitoyning assimilyatsiya qirg'inchilik siyosatiga qarshi chiqishga chaqiriq qilgan. Speaking on behalf of the Uyghur people. The recently enacted Ethnic Unity and Progress Law adopted by People's Republic of China, which entered into the force on July 1st, 2026, represented a dangerous escalated of the Chinese assimilation policy towards the Uyghur, Tibet, and the other non-Han peoples. Presented as a law promoting unity, it is instead institutionalization the forced construction of a single national identity. It provides a legal framework to further marginalize other ethnic language, racial, cultural, and religious identity, and the strong state control over education, public life, and intergenerational transformation of the country. For the Uyghur people, this law does not exist in isolation. It follows mass arbitrary detention, family separation, boarding school, destruction cultural and religious heritage, restriction on the Uyghur language, and the displacement of the community from their essential lands. This legislation therefore risks legitimizing and expanding policies that are fundamental incompatible with the principle of the UN Declaration, including the right to maintain distinct cultural institutions, preserve language, practice religion, and participate freely in cultural life without forced assimilation. We encourage the expert mechanism to examine application of the law for non-Han peoples, Chinese people, to engage with the government of China on its compatibility with international human rights standards. Thank you. Mazkur yig'inda Dolqin Aysa Pandi Uyg'urlarga vakolatan so'z qilib, 2026-yili 7-oyning 1-kuni yo'l qo'yilgan Millatlar Ittifoqidan ilgari surish qonunining Xitoyning Uyg'ur, Tibet va boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarga qaratgan assimilyatsiya siyosatining xatarlik darajada kuchayishini ifodalaydiganligini, birlikni ilgari suradigan qonun sifatida tanishtirilgan bu qonun aksicha birlikka kelgan Xitoy milliy kimligini majburiy qurishni qonunlashtirib, boshqa millatlarning tillarini chetga qiqish, madaniyat va diniy kimliklarni qayta shakllantirish, ma'rif, ommaviy turmush va madaniyatning avlodlararo yetkazilishiga bo'lgan davlatning kontrolini kuchaytirish uchun qonun ramka bilan ta'minlab qolmay, Uyg'ur xalqi duch kelayotgan yillardan beri xalqancha tutib turish, oilalarni ayirib etish, yotoqli maktablar, madaniyat va diniy meroslarning vayron qilinishi, majburiy assimilyatsiya, Uyg'ur tiliga cheklama qo'yish va Sharq Turkistonning asl egisi bo'lgan Uyg'urlarning ota-bobolarining zamindan majburiy ko'chirilishi qatorliqlarni qonunlashtirib, Xitoyning qirg'inchilik jinoyatini oqlash uchun asos yaratib berdiganligini o'tirib qo'yib, Xitoyning bu qonun chiqarishining BDT xitobnomasining prinsiplariga mos kelmaydigan siyosatlarni qonunlashtirish va kengaytirish ekanligini ta'kidlab, Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatı mutaxassislar mexanizmini bu qonunning ta'sirini tekshirishga va uning xalqaro kishilik huquq o'lchamlariga moslashishichonligi to'g'risida Xitoy hukumati bilan suhbatlashishga chaqiriq qilgan. Bu haqda Dolqin Aysa Pandi Janvadan ziyoratimizni qabul qilib, bu qitimqi yig'in haqida qisqacha ma'lumot berib, mundaq deydi. 2026-yili 7-oyning 13-kunidan 17-kunigacha bir hafta Birleşmiş Dövlətlərinin Janvadagi markazida davom qiladi. Buningda yerlik millatlarning madaniyat, til, taraqqiyot, kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi belgilashga o'xshaydigan keng doiradagi haq huquqlarini muzokara qiladigan mutaxassislar bu haqda fikrlarini bayon qiladigan bir yig'in yilda bir qatim o'tkaziladi.
Bu 19. qitimliq yig'ini. Biz bununla Dünya Qurultayı'nın reisi Turg'unjon Alavudin, muavin reisi Zumratay Erkin ve men Uyghur Kişilik Hüquq Demokratiya Merkezi'den bulup bir heyet bu yığınga 3 günden buyan bu yığın katlaşıvatımız. Birleşken Devletler Teşkilatı yerli xalqlar haklarının ekspert mexanizminin 19. nöbetlik yığınıga katlaşıp bu yığında Xitay hükümetinin 2026 yıl 3. ayda atalmış Xalq Qurultayı tarafından qabul qilingan ve 7. ayının 1. günü resmi kanun bulup yol qo'yishga başlagan Milletler İttifaqlığı kanununun Uygurlarning, Tibetliklarning ve Xitay bo'lmagan xalqlarni tamamen assimilyatsiya qilish, yo'q qilishni maqsad qilgan qabiy qonun bo'lganligini bugungi bu yig'inda o'tirib qo'yib o'tdim. Amerika parlamentining ikki partiyadan tarkib topgan a'zolari 14 iyul seshanba kuni chegara halqigan bostirishni to'xtatish qonunini tanishtirgan. Amerika parlamentining ikki partiyadan tarkib topgan a'zolari 14 iyul seshanba kuni chegara halqigan bostirishni to'xtatish qonunini tanishtirgan bo'lib, bu qonun Xitoy va Iranning davlat halqigan bostirishining kuchayishiga javoban Amerika ichidagi chet el hukumat vakolatchilari tomonidan qilingan har qanday buzg'unchilik, besim yoki taklifga berilgan jazoni kuchaytirishni maqsad qiladi ekan. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, tunji qatim chegara halqigan bostirishni Amerika Federatsiya qonuni bo'yicha jinoyat deb aniq bekitib, eng og'ir bo'lganda 10 yilgacha qamoq jazosi berildi ekan. Mazkur qonun loyihasida chet el hukumatining vakolatchisi yoki vakilining boshqalarga buzg'unchilik qilish, besim ishlatish yoki taklif silish, jumladan kuch ishlatish yoki o'lim bilan qo'rqitish qatorliq har qanday qilmishi chegara halqigan bostirish deb aniq belgilangan bo'lib, bu hukmni Amerika qonuniga kirgizishning chet elliklarning aralashishiga kuchli to'sqinlik qilish roli bo'lganligi ta'kidlangan. Reuters agentligining bu vaqtda tushuntirishicha, 1 iyul kuni Xitoyning atalmış Milliy Ittifoqni ilgari surish qonunining yo'lga qo'yilishi mazkur qonunning tanishtirilishiga bevosita sabab bo'lgan. Xitoyning bu qonuni Xitoy hukumatiga chet ellik shaxslarni milliy ittifoqlik va taraqqiyotga buzg'unchilik qilish, millatlararo bo'linish paydo qilish jinoyati bilan javobgarlik tortish uchun qonun asos bilan ta'minlaydi deb qaralgan bo'lib, chegara halqigan bostirishni to'xtatish qonunining loyihasi Demokratlar partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Adam Schiff ve Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi John Curtis birlikda o'ttirib qo'ygan. Kengash palata a'zosi Adam Schiff buning davlat bexatarligiga bo'lgan tehdidini hal qilish uchun ikki partiyaning tirishchilik ekanligini aytgan bo'lib, Kengash palata a'zosi John Curtisning aytishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi İran hokimiyati yoki boshqa diktator hukumatlar tomonidan elib berilgan chegara halqigan bostirish Amerikaning egilik huquqi va erkinligiga qilingan hujum ekan. Xitoy Kommunistik partiyasiga qarshi turadigan, shundaqla Tayvan, Uyg'ur va Tibet masalasini qo'llaydigan Amerika Xitoy jamiyatining bir qism a'zolari uzundan buyon Xitoy hukumatini o'zlariga besim ishlatgan, nazorat qilgan va qo'rqitgan deb ayblab kelgan. Tayvan ijroiya komiteti atalmış Milliy Ittifoqni ilgari surish qonuniga qarshi turish tadbirlarini tadqiq qilish uchun chegara halqigan bostirishga qarshi ministrliklar aro inkas supisini qurgan bo'lib, Tayvanning cho'ng quruqlik ishlari kengashi Xitoy cho'ng quruqligi Hong Kong ve Macau'ga sayohat qiladigan Tayvan fuqarolarining bexatarlik to'g'risidagi haftalik dokladni e'lon qilib, 2024 yildan buyon Xitoyda yo'qolib ketgan yoki so'roq qilingan Tayvan fuqarolarining soni 385 ga yetganligini ko'rsatgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.